İsa Məsihning əcdadları. İsa Məsih Davud padşahının evladı. Davud padşahı bolsa İbrahimning evladı. İbrahim İshaqning otasi. İshaq Yaqubning otasi. Yaqub Yahuda ve onun qarindoshlarının otasi. Yahuda Tamardan tug'ilgan Pares ve Zaraqning otasi. Pares Hesronning otasi. Hesron Ramning otasi. Ram Aminadabning otasi. Aminadab Naqshonning otasi. Naqshon Salmonning otasi. Salmon Rahabdan tug'ilgan Boazning otasi. Boaz Rutdan tug'ilgan Obidning otasi. Obid Yishayning otasi. Yishay Davud podshoning otasi. Davud podsho Uriyaning ayoldan tug'ilgan Sulaymonning otasi. Sulayman Rehabamning otasi. Rehabam Abiyaning otasi. Abiya Asaning otasi. Asa Yahoshafatning otasi. Yahoshafat Yoramning otasi. Yoram Uziyaning otasi. Uziya Yotamning otasi. Yotam Ahazning otasi. Ahaz Yezikiyaning otasi. Yezikiya Manassening otasi. Manasse Amonning otasi. Amon Yoshiyaning otasi. Yoshiya İsrail evlatları Babilonga sürgün kılınğanda tug'ilgan Yakoniya ve onun qarindoshlarının otasi. Yakoniya İsraillar Babilonga sürgün bo'lgandan keyin tug'ilgan Shaltiyelning otasi. Shaltiyel Zerubabilning otasi. Zerubabil Abihudning otasi. Abihud Elyaqimning otasi. Elyaqim Azorning otasi. Azor Sadoqning otasi. Sadoq Ahimning otasi. Ahim Elihudning otasi. Elihud Elazarning otasi. Elazar Matanning otasi. Matan Yaqubning otasi. Yaqub Maryamning eri Yusufning otasi. Maryam bo'lsa Masih deb atalgan İsa'ning opasi. Bundaq bo'lganda İbrahim peygamberden Davud podshohgacha 14 avlod. Davud podshohdan İsraillar Babilonga sürgün qiling'ichimi 14 avlod ve ular Babilonga sürgün bo'lgandan Masih dunyoga kelganga qadar o'xshashla 14 avlod o'tgan. İsa Məsihning dunyoga kelishi mundaq bo'lgan. Maryam bilan Yusufning cheyi ishkizilgan edi. Biroq ular nikohlanib birlashishdan ilgari Maryamning muqaddas ruhdan homildor bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Maryamning loyiqi Yusuf durust odam bo'lg'ashqa, Maryamni xaloyiq oldida nomusga qoldirmaslik uchun uningdan jimjitla ayrilib ketmoqchi bo'ldi. Biroq u bu ishni o'ylab yurganida Parvardigorning bir farishtasi uning tushida ko'rinib, "Ey Davud podshoning avlodi Yusuf, Maryamni amringa ilishdan qo'rqma, chunki tug'ilgan bola muqaddas ruhdan kelgan. U bir o'g'il tug'di. Uningga İsa Parvardigor qutqizdi" deb ism qo'ygun. Chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqizdi dedi. Mana bular Parvardigorning payg'ambar orqali pok qiz homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Uning ismi İmanuel, Xudo biz bilan billa deb qo'yildi degan so'zning amalga oshirilishidir. Yusuf o'yg'inib, farishtaning deganini qilib, Maryamni amriga oldi. Lekin Maryam boşanğıcha uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ymadi. Bola tug'ilganda Yusuf uningga İsa deb ism qo'ydi.